Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ushbu videoda men aytib beraman omonat depozit aprel oynikini qanaqa hozir eng zo'r foizlarni, eng katta foizlar qanaqa banklar beradi. Boshlaymiz. TBC bank so'm 100 ming so'mdan 5 milliard so'mgacha 3 oydan 2 yilgacha stavkasi 27%gacha. Bitta yechish mumkin emas. Yechsangiz foiz yo'qolinadi. Qo'shimcha to'ldirish mumkin emas. Kapitalizatsiyasi yo'q. Kapitalizatsiya deganiki, bu misol uchun foiz to'laydi-ku har oy. Ikkinchi oy shu o'zi eski oyga to'laganiga qo'shilib ketaveradi. Shu kapitalizatsiya degani. Misol uchun sizda 100 ming edi, ikkinchi oy 110 ming bo'ldi. Kapitalizatsiya deganiki, что ikkinchi oyda foiz уже 110 mingga beriladi. Ashuna qilib ko'payib ketaveradi. Mana kapitalizatsiyasi yo'q. Agar kapitalizatsiya hozir bitta misol uchun mana Mamitlarda bu kapitalizatsiya mikrokredit bankda, tak ipoteka bankda yo'q. Значит, bank развития бизнеса mana shunda kapitalizatsiya mumkin. Xullas, 27%gacha. Valyuta so'm. Ikkinchi o'rinda. Bu Anorbank yuqori daromad degani bitta kamida 1 million so'mdan boshlash kerak. 25 oyga. То есть bu deganiki 2 yilga. Stavka 27%. Foizini har oy to'lanadi. Также kapitalizatsiya yo'q. Qo'shimcha to'ldirish mumkin emas. То есть misol uchun bir martalab ochdingiz, все, keyin yana qo'shish mumkin emas. Yechish ham mumkin emas. Yechamatsangiz foizlar yo'qoladi. 3-o'rinda ipoteka bank super online degani 26%, 100 ming so'mdan boshlash mumkin. Srok 6 oy. Чисто 6 oyga. Тоже mana foizlarni har oy to'lanadi, lekin kapitalizatsiya yo'q. To'ldirish mumkin emas, yechish mumkin emas. Mana bunda esa mikrokredit bankda 24% stavka, bitta mana 3 yilgacha. Lekin bitta to'ldirish mumkin. То есть misol uchun siz aytaylikki 1 million qo'ydingizmi, keyin yana qo'yishingiz mumkin, to'ldirib boraverasiz. Lekin yechish mumkin emas. Bank развития бизнеса. Bitta qarang qanaqa. Stavka 24%, 500 mingdan boshlash mumkin 2 yilga. Bunda qarang, to'ldirish ham mumkin. Kamginasida yechish ham mumkin. То есть agar pul срочно kerak bo'lib qolsa, даже yechish ham mumkin. Tenge bank. Buni qarang. Bu income 100 million so'mdan boshlash mumkin. Lekin bitta mana yechish ham mumkin, to'ldirish ham mumkin. Protsent har oy to'lanadi, lekin kapitalizatsiya yo'q. 23%. 13 oyga mumkin qo'yish. Народный bank. Vklad xazna. Bitta to'ldirish mumkin, no kapitalizatsiyasi yo'q, yechish mumkin emas. 2 yil 23% stavka. Keyin Redline 1 million so'mdan boshlash mumkin. Bu Garant bank 18 oyga. Stavka 23%. To'ldirish mumkin. Protsenti ham har oy to'lanadi. Agrobank 100 ming so'mdan boshlash mumkin. Частичное снятие bor, пополнение bor, то есть to'ldirish ham mumkin, yechish ham mumkin. Stavka 23%. Давайте men sizga endi bilasizmi qanaqani ko'rsataman. Men sizga hozir asosiylarni ko'rsatdim. Hozir men sizga ko'rsataman
Давайте bilasizmi qandoq? Kapitalizatsiya borligini. Tushuntirganimdek, kapitalizatsiya bo'lsa, bu mana 100 ming, например, ikkinchi oy 110 ming bo'ldimi, sizga уже 22% 110 mingga to'lanadi. Keyin 3-oy aytaylikki tam 130 ming bo'ldimi, tam 130 mingga 22%. Ashno qilib ko'payib, как прям qor, например, sneg boku ko'payib katta bo'laveradi-ku, bu ham shunaqa narsa. Mana shu tomonda kapitalizatsiyasi zo'r. Kapitalizatsiya bank развития biznesi bor. 13 oyga stavka 22%. 100 ming so'mdan boshlash mumkin. Bu kapitalizatsiyalar kimga foydali? Kim uzoqroq qo'yaman desa, uzoqroq vaqtga qo'yaman desa, chunki procentga bo'ladi. Foizga qo'yilib ko'payib boraveradi demangiz. Buni qarang. Poytaxt bank 1 million so'mdan 2 yilga 22% stavka. Buni qarang, kapitalizatsiya ham bor, пополнение ham bor, то есть to'ldirish и yetish ham mumkin bo'ladi. Turon bank 21% 18 oyga 500 ming so'mdan и пополнение ham bor, kapitalizatsiya ham bor. То есть to'ldirish ham mumkin, yetish mumkin emas. И kapitalizatsiya bor, выплата процентов в конце срока. Mana shunday. No, aziz do'stlar, men sizlarga bitta narsani aytib beramanki, bankda foizi to'laydi-ku, bu pulni qadri degan narsa bor. Inflyatsiya degan narsa bor. Inflyatsiya nima deganiki, men sizlarga hozir surat bilan ko'rsataman. Inflyatsiya bu shunaqa narsaki, что sizni pulni qadri kamayib boraveradi. Da, misol uchun men chizib beraman hozir. Bu deganiki, har yil pulingiz qadri tushib ketaveradi. Narxi o'saveradi. Masalan, qanaqadir narsa bor, siz mana shu narsani narxi aytaylikki, hozir 1 million so'm edi. 1 million so'm edi. 1 yildan keyin mana shu narsaning narxi o'sha 1 million emas, aytaylikki 1 million 150 ming so'm bo'ladi. Tushunasizmi? To есть bu deganiki pulni qadri kamayib boraveradi. Yoki boshqa primer ko'rsataman. Например, avval siz 1 million so'mga, просто misol uchun 1 million so'mga siz aytaylikki 100 ta shokolad olsangiz, 1 yildan keyin shu 1 million so'mga siz уже 100 ta shokolad emas, aytaylikki tam misol uchun 93 ta shokolad olasiz. Tushunasizmi? To есть pulni qadri kamayib ketaveradi. Shu uchun bank berayotgan foizlari bu asosiy mana shu inflyatsiyani qoplaydi xolos. Odamlar o'ylaydiki, что men bankka pul qo'ysam, pul ishlayman deb. Asli unda emas. Asli mana shu inflyatsiyani pulni qadri ushlab turadi xolos. Nima qilish kerakki, realni pul ishlash uchun? Agar pulingizni qayerga qo'yish mumkin? Investitsiya degan narsa bor. Investitsiya orqali. Investitsiyada bu bank depozitga qaraganda foizlari ko'proq. Siz mani bepul shu onlayn treningimga kelishingiz mumkin o'rganasiz. Investitsiya umuman nima deganiki, investitsiya orqali qanday qilib ko'proq foiz olish mumkin banklarga qaraganda. Umuman agar investitsiyani nima deganiki aytsam, investitsiya bu siz pulni bankka emas, davlatga yoki kompaniyalarga to'lov qilasiz, berasiz pul, ular ham sizga foiz beradi. Shunday qilib siz ko'proq pul ishlashingiz mumkin. Yoki aksiyalar ishlatgan bo'lsangiz, investitsiyada
O'zbekiston kompaniyalarini, AQSh kompaniyalarini aksiyasini bitta narxga olib, ikkinchi narxga sotib, ashuna qilib pul ishlashingiz mumkin. Bu bank depozitlarni qaraganda foizi ko'proq bo'lishi mumkin, ancha ko'proq bo'lishi mumkin. Agar qiziq bo'lsa, mana shu videoni tagida mana shu bepul treningini qoldiraman, ssilkasini, havolasini o'tib bepul ko'rishingiz mumkin bo'ladi.